Zuhriddin aka, bu yerda hozir behi ham pishirilgan. Bu yerda behi bo'lgani bilan bu bizda juda o'ta antiqa. Ha, desak nimasi hisoblanadi. antiqa? Antiqa bu retsepti chunki ya'ni qanaqa tushuntirsam, o'zimizning ixtiro, ya'ni o'zimizning o'zingiz o'ylaganimiz bilan da. Bu yerda bizda hozir maqsadimiz ovqatdan insonlarni davolash. Shu maqsaddan ketyapmiz. Endi shu maqsad bo'lgandan keyin bizda mana bu yerda koritsa bor, badiyam bor, masalan, behi bor. Har bitta qo'shilgan narsani o'zining xususiyatiga ega. Foydali xususiyat. Foydali. Qon tomiri, immunitetni, qon aylanuvi, yurak ishlashi hammasiga foydali. Ana endi, demak, buni iste'mol qilgan odam o'zini o'sha foydali taraflarni qabul qilib, energiyaga to'ladi, sog'lig'ida yana ham o'zgarishlar seziladi, hazm yaxshilanadi, to'g'rimi? Va metabolizm ham normaga keladi. Aynan mana shu behini pishirib yegandan so'ng. Oxirgi taomni siz tayyorlab keldingiz, ha? Bu nima endi? Bu oltin yashikcha. Balkim oldin ichida nima bor? Go'shtlari, ichida qiyma, keyin ustiga sir. Pishloqni eritib yubordingiz. Guruchlari jo'xori bilan aralashgan. Endi sizdan so'ramoqchiman. Ustozingiz qanaqalar? Qattiq qo'lmilar? Yaxshimilar? Kerakli paytda hamma narsani o'rgatadilarmi yoki o'zi oshpazlar bir nimanidir olib qoladi-da, shogirdga hamma narsani o'rgatmaydi. Shunda zukko shogird nimaga ahamiyat berish kerak? Balkim ustoz bekitib nimadir sog'otgan bo'lishlari mumkin-ku. E'tiborli bo'lish kerak. E'tiborlimi? Malikaxon, endi ichimlik haqida gapirib bering. Bu nima, qanaqa foydali jihati nima buni? Buni men o'zim tayyorlaganman. Ha, demak siz tayyorlagansiz. Buni to'g'risini aytaman deb bu hali sekret deb hali o'rgatishga ulgurmadim. Ko'rdinglarmi? Qarang, bu narsani masalan kimdir behini xush ko'rmasligi mumkin yoki koritsa bo'lish xush ko'rmasa, biz shunaqa ichimlik tomon bilan ham davolab olamiz. Buni ichganingizda hozir sezgan bo'lsangiz, bittada 4 ta ta'mni sezasiz. Shunaqa ta'm sezildi. Ajablanasiz. Koritsa bor, yo'q, malina yo'q. Yo'qmi? Malina yo'q. Asal bor-a lekin. Asal ham yo'q. Nimaga shirin bu? Ozgina miqdorda shakar solinadi bu yerda behini chiqqan shirasi bilan birga o'zi yopishadi. Behini shirasimi? Shuni o'rniga shakar emas, asaldan ham foydalansa bo'ladimi? Har holda shakar qand diabeti bor insonlarga ozgincha tavsiya etilmaydi, lekin agar uniga asal bo'lsa kerak, menimcha. Yo'q, qarangda, bu yerda shunaqangi narsa bor. Shakar deganda biz ko'p miqdorda solamiz. Solsak yo'q, bir qoshiq yo'q, undan kamroq solinadi. Me'yoriga olib kelamiz. Lekin asal bilan biz buni aralashtiradigan bo'lsak, bizning kelayotgan davolash yo'nalishimiz o'zgarib ketib qoladi. Tushunarli. O'sha har bitta narsaning o'zining kombinatsiyasi, ya'ni har bitta narsaning o'zining yo'naliqasi bor.